Biz hozir biror sonning natural bo'luvchilar yig'indisi, ya'ni n b ni hisoblab ko'ramiz. Ya'ni natural bo'luvchi yig'indisi qanday hisoblanadi? Misol uchun birorta sonni tub ko'pirtirishga ajratib va kanonik shaklda yozganda mana bunday shakl hosil bo'ladi. Buni hisoblash formulasi quyidagicha. Biz hozir uni isbotlashga harakat qilamiz. Ya'ni isbot quyidagicha. Misol uchun n degan sonni tub ko'pirtirishga ajrataman va tub ko'pirtirishga ajratib bo'lgandan so'ng kanonik shaklda yozadigan bo'lsam, qanday shaklda hosil bo'ladi? B1 darajasida A1 ko'paytirilgan B2 darajasida A2 va hokazo Bn B deylik, misol uchun B darajasida AI. Bu yerda B1 darajasi A1 degani, misol uchun men 18 ni tub ko'paytirishga ajratadigan bo'lsam, 2 ko'paygan 3 ning kvadrati. Misol uchun 2 ning birinchisi 3 ning kvadrati. B1 degani mana bu son, B2 mana bu son. Ya'ni qanaqadir sonlar qatnashishi mumkin. Misol uchun ikkita son qatnashishi mumkin. Xo'p, endi biz B1 darajasi A1 qanday sonlarga bo'linadi? Misol uchun buni biz Dn deb yozamiz. Misol uchun har qanday son 1 ga bo'linadi. Deymiz. Misol uchun B1 darajasi A1 degan, misol uchun A1 ning son qo'yadigan bo'lsam, misol uchun 5, bu B1 ning B1 ga 2 qo'ysam, 2 ning 5-inchisi qanday sonlarga bo'linadi degan. 1 ga bo'linadi, 2 ning birinchisiga bo'linadi, 2 ning kvadratiga, 2 ning kubiga, 2 ning to'rtinchisiga o'ziga bo'linadi. Va shu sonni yozamiz. B1 darajasi 1, B2 darajasi 2, va hokazo B1 deb yozamiz. Hammasi B1 darajasida A1. Ya'ni A1 da son qatnashgan bo'ladi. Xo'sh, keyin davom etamiz. Keyin esa B2 ni yozamiz. 1 plus B2 ni birinchisi, B2 ning kvadrati va hokazo B2 ni A2 va hokazo davom etadigan bo'lsa, B2 A2. B2 ni birinchisi, ya'ni birinchi birda o'ziga yozamiz, faqat birga bo'linadi. B2 ni birinchisi, B2 ning kvadrati va hokazo B2 ni A2 deb yozamiz. Xo'p, bu qanday holatga o'xshayapti? Bu geometrik progressiyaga o'xshab ketyapti. Geometrik progressiyaning yig'indisini topish formulasini qo'llab ko'ramiz. Ya'ni, misol uchun buni yozadigan bo'lsak, B1 da x-inchisi, misol uchun B1 da x-inchisi, B2 ni y-inchisi, va hokazo B ni inch deb tasavvur qilsak ham bo'ladi. Misol uchun bu yerda x, y, i'larni o'rnida, misol uchun i emas, z deb yozsak ham bo'ladi. X, y, z'larni o'rnida sonlar kelishi mumkin. Bu yerda x degan sonimiz 0 bilan, bu yerda x degan sonimiz 0 bilan A1 ni oralig'idagi sonlar bo'ladi. 0 bilan A1 ni oralig'idagi sonlar hosil bo'ladi. 0 bilan A1. Xo'p, keyin esa har bir uchun quyidagi formulani qo'llab ko'ramiz. Har bir uchun quyidagini yozamiz. Quyidagini yozamiz. Ya'ni mana bu yozadigan bo'lsam 1 plus B1 da birinchisi, B1 da kvadrati va hokazo plus B1 da A birinchisi. Xo'sh, mana buni yozadigan bo'lsak, bu geometrik progressiyaning formulasiga o'xshab qoladi. Geometrik progressiya formulasi quyidagicha. Ya'ni Sn B1 o'ning n'si minus 1 taqsim o minus 1 edi. Ya'ni bu formula so'zlagandek. Hop, o'shaga qo'yib ko'ramiz. Qo'yadigan bo'lsak, birinchi xatimiz B1 1 ga teng. N nima bo'ladi? N nechaga ko'tarib, n o'zi turaveradi. N bu yerda xatlar soni A1 n plus 1 bo'lib qoladi bu yerda. Misol uchun A1 emas, n degan bo'lsa, 1 dan n gacha n ta xat bor. Bu bilan esa n plus 1 ta xat bo'lib qoladi. N plus 1 ta xat bor bu yerda. Hop, n masalan qanaqa yozib olsak bo'ladi? Hop, mana o'zi turaversin. Bu yerda lekin n1 n2 deb olsak bo'ladi. Nlar bu yerda bir xil emas, sarf ketadigan. Shunchaki n bu yerda mana uning darajasi, umumiy xatlar soni n plus 1 bo'lib qoladi. Hop, keyingisi B1 ni topdik. Bu bor bu yerda, yana bu degan geometrik progressiya makraji deyiladi. Bu yerda nima ko'payapti? B1 ko'paytirib ketyapti. Endi shu formaga joy-joy qo'yamiz. Hop, yig'ini topadigan bo'lsak, hop, teng pastdan davom ettiramiz. B1imiz 1 ga teng, 1 da yozmasak ham bo'ladi. Bu deganimiz B1 darajasida n o'rniga n plus 1 minus 1 taqsim qo'ni o'rniga esa B1 minus 1. Hop, mana shu shaklda formula hisoblanadi. Mana bu narsa natural bo'luvchilar yig'indisini topish formulasi. Bu P1 bo'yicha yozilgan. Misol uchun P2 ni yozib chiqadigan bo'lsa, P2 ni mana shunday shaklda yozib chiqamiz. Ya'ni chekkalarimiz 1 plus
p2 ni birinchisi p2 ni kvadrati plyus va hokazo p2 ni misol uchun n'inchisi bo'lsin, xatlar sonini n'da deydigan bo'lsak, hop, n tanasi misol uchun boshqacha son yozsak bo'ladi. Misol uchun m'x desak ham bo'ladi. Ya'ni m da shunaqa son bor degan. Bu yerda ham b1 ni topamiz, n ni topamiz va q ni topadigan bo'lsak, va bular ko'paytirish bo'ladi. Mana bu ko'paytirish bo'lgani uchun p2 ni biz hozir p1 ni topdik. Endi biz p2 bo'yicha topadigan bo'lsak, p2 ni qanaqadir n plus birinchisi minus 1 taqsim p2 minus 1 hosil bo'ladi. Keyin misol uchun o'zimiz hisobga qo'yishimiz mumkin. P ni ix. Misol uchun bu oxirgi hadni ham topishni nima qilamiz desak, va hokazo ko'paytirilgan p ni nechta son bor? Misol uchun hadlar soni har xil bo'lishi mumkin. Misol uchun hammasini n deb yozsak ham bo'ladi. Farqi misol uchun z plus 1 minus 1 taqsim p minus 1 ga o'xshab yozsak